Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Angliyadagi odatiy ish kunimni qanday boshlashimni ko'rsatmoqchi bo'ldim sizga. Bu fermada eng erta uyg'onadigan odam men bo'lsam kerak. Hozir mana soat 3 da ofisga qarab ketyapman. Supervizorlar bir yarim soatdan keyin keladi, lekin men ertaroq borib, tunda tuzgan schedule'imni, ya'ni raspisaniyamni ko'rib qo'yishim kerak. Ularga beriladigan topshiriqlarni ko'zdan kechirib, hamda guruhlarda nechtadan odam borligini qayta periproverka qilib qo'yaman. Bu ishimizning eng kulminatsion muhim moment hisoblanadi. Juda ham mas'uliyatli joy, xato qilishga haqqim yo'q. Shundan keyin supervizorlar kelishda boshlaydi. Ularni ishga jo'natib yuborgandan keyin sekin borib uyimga kirib zavtrak qilib olaman. Afsuski, mana bunaqa suxoy payokka o'tirib qolyapman. Ba'zan manaqa milliy taomlar, ovqatlar ham pishirib turamiz-u, no juda bir dangasa bo'laman. Anaqa yonimda kimdir pishirib bermasa, o'zimga qolsa suxoy payoqda o'tib ketib qolaman. Ovqatlanib chiqqanimdan keyin mana ko'rib turganingiz menga berilgan slujebka bu, xizmat mashinam. Bitta mashina bilan bitta telefon berishgan. Mashinaga o'zlari dizel quyib beradi. Telefonga ham o'zlari pul solib beradi. Keyin obyektlarga borib, ish jarayonini kuzatib, yana sekin ofisga qaytib kelib ishni davom ettiraman. Muhtaram yurtdoshlar, agarda sizni qiziqtirgan qandaydir savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyalarda berishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha kommentariyalarda yoki keyingi videoda javob berishga harakat qilaman. O'zingizni ehtiyot qiling. Ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.